Shapshpiring kamandir kelyapti. Yurishtirib ol. Kamandir kelyapti. O, o'rta muallim. O, domla, esingizdan chiqmadimi? Yo'q, hozircha Ha, shunday bo'lsin, shunday. Xo'sh, alqissa andin so'ng Go'ro'libek G'irot bilan va'dalashib, namoz shom paytida Yunus parining chorvog'iga ravona bo'libdi. Borib qarasa, Yunus parining dachasi ochiq ekan. Go'ro'libek shu yerda qola tursin. Endi gapni G'irotdan eshitaylik. Bekorchi xo'jalar. Ha? o'zimizni dakaxo'rozku. Parva kundan kuni gapiga ota qo'yavering. Bu yog'ini eshitaylik. Quloqimiz sizda. Kiring. Menga bering, men olib kira qolay. Voy, qanaqa odamsiz o'zi? Choynakni o'zini stol ustiga qo'ymang. Stolni dog' qilib qo'yadi. Mavjudaxon, menga kasalxona bosh vrachini bering. Nima? Hoppa. Qayerda ekan? Qulxon aka. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Yana haligi ish. Bizga ishga kirmoqchimisiz? Komandirimiz kelayotgan ekan, shuni aytganing keluvdim. Komandir dedingizmi? O'tiring. O'tiring, sobiq o'rtoq adyutant Qulxon Egamov. Bir vaqtlar qirchillama yigit edingiz. Endi qarib qopsiz. Yaqinda xat oldim o'rtoq Sherovdan. U Sahalinda bir katta qurilishda partor bo'lib ishlayotgan ekan. Xo'sh, xatda nima deb yozibdi? Yana o'zimizni Qiziltoshga qaytib kelayotgan emish. Qachon kelar ekan? Bugun. Qo'ying, hazır qilmang. Ha, shu bugun tushda kelarmish. Qiziq bo'pti-yu. Ko'rishmaganimizga ham 30 yildan oshib ketdi. Umrni o'tishini qarang-a. Qiziq. Nimaga menga xabar qilmabdi ekan? Komandirimiz kamtar odamda. Oq ko'ngil. Sherif ham qarib qolgandir. Partorga ekan deysizmi? Ha, partorga ekan. Endi pensiyaga chiqibdi. Qolgan umrini jangovar do'stlari bilan o'z yurtida o'tkazmoqchi. Bosh ustiga, mayli kelsin. Kutib olamiz komandiringizni. U faqat meni komandirim emas, sizni ham komandiringiz. Karimov. Barakalla bolalarım, barakalla. Hoppa azamatları. Rahmat sizga domla. Juda vaqtda yetib keldinglar. Komandir kelganda muzika chalishadi ya domla. Ha, albatta. Tag'in Xotirjam. tag'in meni uyaltirib qo'ymanglar. Yetib olinglar bolalar. Tinchimaganlari sanagani ham qo'yishmadi. Ey domla, men ishora qilishim bilan boshlaysiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha, bunaqa marosim umrda bir marta bo'ladi. Namoz o'qib o'zlari keldi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Salom o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Salom. Komandirimiz hali kelgani yo'qmi? Yo'q, hali kelganlar yo'q. Salomatmisiz? Salom.
komandir. Komandir. Nahotki meni tanimadingiz, o'rtoq komandir. Donim Qulixon. Komandir. Komandir. Mana keldim. Xush kelibsiz. Qani, olib kelgan. Assalomu alaykum o'rtoq komandir. Assalomu alaykum o'rtoq komandir. Salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani nonga rahmat. Do'stim Sherov. Namozov, meni sobiq muovinim. Rostdan ham o'zingmiz. Men o'sha Namozovman. Bu kishi meni sobiq komandirim Sherov. Qiziltoshga shu kishi asos solgan. Qani, olqishlaymiz. Qo'yinglar, xijolat qilmanglar. O'rtoq Sherov bu yerdan ketayotganlarida atigi bitta quduq bilan 10 ta chordevor bor edi, xolos. Yaxshiyapti. Mana bu xarita o'rtoq Sherov sobiq Qiziltoshdan xotira. Qani boring. Rahmat bolalarim. Yosh bo'g'inlar. O'g'il bergis. Hep barakallah. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Mana o'rtoq komandir. Halok bo'lganlarga shon sharaflar. Endi sizga rayonimizni ko'rsataman. Xiyobonlarimizni, bog'larimizni, erishgan yutuqlarimiz bilan tanishasiz. Hozir emas birodar. Yo'l anchagina horibdi. Biroz dam olay. O'zing bilasan, qarichilik. Unday bo'lsa, to'g'ri biznikiga ketdik. Yo'q, oldin biznikiga boramiz. O'rtoq komandir, qanchadan buyon yo'lingizga ko'z tikyapman. Mana eshityapsanmi? Qariyani ranjitsak yaxshi emas. Hozir bularnikiga boraylik. Senikiga borish bo'lsa qochmas. Yigit. Xo'pmi? Endi muavin emasman-da sizga o'rtoq komandir. Yo'q. Olmaydi. Qani Nega yuringlar. unday deysan? O'zim olib borib qo'yaman. Chiqing. Marhamat. Ey, chamadon uzat. Salomat o'yla. Qani, Qulixon aka. Marhamat. Chiqing. Piyoda keta qolaylik. Chiqaversa ishchi. Xo'p, salomat bo'ling. Shunchalik dabdabali nima kerak? Dabdabangiz nima? Siz uchun har qancha qilsak arziydi. Mana keldik. 30 yildan beri mana shu klubda turaman o'rtoq komandir. Uyingiz yomon emas, Qulixon. Baholi qudrat yashab turibman. Ha, endi o'rtoq komandir. Qani, o'sha chamadoningiz qani? Xonixon moshkada qolgan. Shoshmang, Qulixon. Qayoqqa? Mana meni chamadonim. Ha? Bari yo'q shuna. Ha, shu. Qoyil, hali ham o'rtoq komandir o'sha kamtarligingiz qolmabdi-da. O'g'lingiz ko'rinmaydi? Mavzer. Mavzer. Shamasi ishdan keladi. Qani ichkariga marhamat. Marhamat ichkariga. Buni qizil tosh uchun berishgan. Bu juda zo'r orden, lekin siz qilgan xizmatlaringizga 10 ta orden ham kamlik qiladi.
ham asrab yuribsizmi? Ot chopib qilich o'ynatib yurgan paytlarimiz hali ko'z oldimdan ketmaydi. Go'yo kuni kecha bo'lganday. Qani o'rtoq komandir, bir kiyib ko'ring qani. Qo'ysangizchi, Qulluqxon. Keyin. Ana ko'rdingizmi? Sherif ilgarigi siz bilgan sherif Hech emas. qisi yo'q komandir. Hozir buni to'g'rilayman. Qovusholmayman bunda. Hozir. Qovushasiz. Hozir to'g'rilaymiz. Bilasizmi o'rtoq komandir, shu xotin vafot etgandan keyin qozon, tovoq, yirti, yamoq hammasi o'zimni bo'ynimda. Boshqa tushganni ko'z ko'radi. Bu loyihani muhokama qilganimiz yodingizdami? Rosa bahslashgan edik-a. Bularni hammasi amalga oshganmi? Hammasi emas, komandir. Ha. Bilasizmi, men qayerda ishlamay ko'nglim hamisha mana shu Qizil Toshda bo'ldi. Uni albatta go'zal shahar bo'lishiga ishonardim. Namozib kelganga o'xshaydi. Oy, Sherif kep! Arslonov. Men Sherif, Unaqa bo'lsa, mashinaga chiqing. Rustam, Soka. do'stim. Oshnam, senmisan? Qani do'stim, ketdik. Qulluqxon, men tezda qaytib kelaman. Siz meni tanimadingiz-a? Demak, qarib qolibman. Nega unaqa deysan? Butun umrimni, butun kuchimni shu kolxozga sarfladim. Ha, qishloq juda ham odib ketdi. Mana bu maktab internat, nariroqda stadion qurganmiz. To'xtat. Keling, bir vaqtdagidek kurash tushamiz. Nimalar deyapsan? Sheng, bo'la qoling. Qani yuring. Bir yoshlikni esaylik. Qani? Boshladikmi? Ha. Qani? Qani? Hozir qayerda yotganimizni bilasizmi, Soka? Bilaman. Bu yerlar cho'li biyobonida. Jang qilganman bu yerlarda. Yigitlarimiz jon olib jon berishgan. Mana shu beda poyachasi bir vaqtlar kimningdir yuragida bir tomchi qon bo'lgan. Siz dushmanga o'lim deb jangga boshlaganingizda to'lqinlangan o'sha yurak ham. Endi bo'lsa o'sha yurak bir oddiy yashil giyohga aylanibdi. Ha, ozmuncha qon to'kilmadi. O'sha qonlar behuda to'kilmagan ekan, komandir. Ha. Sog'aka, qiziq odamsiz-da. O'sha kekkaygan Namozovnikiga Qizil Toshga tushgandan ko'ra to'ppa-to'g'ri toza havoda dam olgani bizning qishloqqa kelaversangiz bo'lmasmidi? Qalay? Aravani qurg'oq qochgandir. Gapingga tushunmadim. Qizil Toshini aylantirgandir. Tuzgan loyihalar haqida og'iz ko'pirtirib rosa maqtangandir.
Safsata. Ularning hammasi. Nimasini aytay? Yaxshi ketdik. Shoshma, nima deyapsan o'zing? Tushunmadim. Oligini oldingmi? Ha, oligimni oldim. Kinoga boramiz, kech qo'yash ko'ramiz. Sigaretingdan bormi? Yo'q, papirosim bor. Bo'laveradi. Mauze qiladi. Assalomu alaykum. Qo'rqiragansan-ku ahmoq. Men ketay dedi. Yo, cho'chma. Nega komandani kutib olgan chiqmading? Axir ustamdan so'rab boraman degding-ku. Nega bormading? Iloji bo'lmadi. Yaxshi, boraver. Sen bilan uyda gaplashaman. Buncha qimmat qola? Ola qol, o'g'lim, ola qol. Bo'ldi. Menikidan ham ola qol, bolam. Qo'ling yengil bo'lsin. Ana, yana dakan xuros kelyapti. Hech tinchmadi, ko'rsatdi. Nima senlarga boshqa joy qurib qolganmi? Ko'tar, savat, ko'tar. Qara ko'targa. Bu yerlarga botiraman. Qara bor. Go'rlar, yo'qol. Nima bo'ldi? Qo'pollik qilasiz. Mana bu narsalarni ketaman dedim, ketaman. Yaxshi qo'pollik qilasiz. Bularga 1000 martaba aytdim. Yetim qurgurlar. Qani, kim taniydi bu kishini? Assalomu alaykum. Ko'ryapti. Salom. Qayerda ko'rganimni eslamayapman. Salomat bo'lsiz. Qani, kim taniydi? Aytinglar. Sizlarda emasmikinlar? Balli, sizlarga. Tanimadik. Qani bu yoqqa chiqing, oqsoqol. Chiqavering. Tortinmang. Yaqinroq kelib yaxshilab qarangchi, taniyapsizmi, ha? Komandir Sherif. Assalomu alaykum bobosim. Va alaykum assalom. Salomat bormisiz? Islom aka, esingizdami? Hamidillarning otasi Bobo Safar. Mana o'sha kishi hozir usta paxtakor. Xotirangiz chakki emas. Unutmabsiz. Komandir Sherif qayerda ekan deb juda ko'p esladim. Mana kelibsiz. Ha, keldim. Biznikiga boring, uyimizda to'rib. Siz ham boring, marhamat qiling. Kolxozingni ta'rifini juda ko'p eshitgan edim. Chinakam badavlat kolxoz ekan. Ha, badavlat. Ha, yana ham badavlat bo'lardi-ya, agar o'sha do'stingiz namozi bo'lmaganda. Uni xush ko'rmayman. Nimaga desangiz, Qizil Toshdan narini ko'rmaydi. Rayon ehtiyoji bilan qiziqmaydi. Qiziqishni istamaydi ham. Nima uchun? Sababi nima? Chunki namozov qayoqdagi xom xayollar bilan hammani boshini qotirib yuribdi. Hozir Qizil Tosh atrofida ekin ekilmay bekor yotgan ancha-muncha yerlar bor. Namozov bu yerlarga konserva zavodi, turar joylar quraman deydi. Mayli, men ham qarshi emasman. Lekin bu va'dalarni biz 15 yildan burun eshitamiz. Bundan keyin ham bajarishga ko'zim yetmaydi. Shu gapini o'ziga aytmadingmi? Unga har ko'rganda aytaman. Hatto bu masala raykomning byurosida ham ko'rildi. Biroq u mug'ambirlik qilib o'sha yerda ham har safargidek o'zini gapini ma'qullab ketdi. Kim haq, kim nohaq kelajak ko'rsatadi. Xullas, agar o'sha bo'sh yerlarga suv chiqarib paxta eksak, davlat ham, xalq ham undan ancha manfaat ko'radi. Bularni yana o'ylab ko'ramiz. Qani ketdikmi? Ketaylik. Yuring, ketdik do'stim. Mixlab qo'ydi, bu ish yoqmasga necha martaba aytganman. Hech quloqqa olmadi-da.
Nimagadir xomush ko'rinasiz, komandir. Arslanib xira qildimi deyman tabingizni. Yo, unday emas, kayfim chog'. Ya, sizni o'sha Arslanov xafa qilgan bilaman. O'sha odamni sira jinim suymaydi. Qiziltoshga qarashli yerlarni kolxozga qo'shib olmoqchi. To'rttamiz birga o'tirib, rayonimiz loyihasini tuzganimiz esingizdami? Namozov ham o'sha siz bilgan Namozov emas. Juda kishinib ketgan. Haya, men hozir. Ammo lekin komandir, bular ajoyib yigitlar. Bu siz Qiyomovning kamarini to'g'rilayapsiz. Qizi bo'laydi-da, hech rioya qilmas intizomga. Yonidagi Anvar Michkay, Habibulla Vadavang, Saparvoy Pukak. O'sha kunlar shunday ko'z oldimda turibdi. Go'yo biz tulpar otlarimizni yeldek uchirib, bosmachilarni quvib ketayotgandaymiz. Siz bo'lsangiz, oldida qora bayringizni uchirib ketyapsiz. Takadak, 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 takadak. Ularning aksariyati o'sha janglarda halok bo'lib ketishdi. Qiyomov ham o'tgan yili olamdan o'tdi. Qarang, ko'rdingizmi yotishlarini? Assalomu alaykum. Va alaykum. Ishdan qachon kelganingni bilmabmiz, ma'zur. Ancha bo'ldi. Nima? Uyalmaysanmi yolg'on gapirishga komandirni oldida? Qo'yingga ko'pga yurmang, Qulxon. O'g'lingiz odobli, esxushli bola ko'rinadi. Odobli, esxushli bola emishlar. Yo'q, esi bo'lsa ishdan keyin to'g'ri uyga kelish o'rniga ajalni urug'ini minib yurarmidi? Haligi o'zlariga ham sotib olmoqchilar. Isoq aka, siz ayting dadamlarga, mototsikl minish ayb emas-ku axir. Rost aytadi, hech ayb emas. Minsa minaversin. Ish qilib to'g'ri yursa bo'ldi. Ha, ana eshitdingmi? Ish qilib ish yoqmas bo'lmasang bo'lgani. Bor ovqatingni ye. Ammo men sentayligimni ko'cha changitib yurmasdan bosmachilarni qiyratganman. Xafa bo'lmang. Siz bilan bizni gapimizni quloqqa oladi. Ha? Unda rosa otamlasharkanmiz-da. Qarang. Mauser. Qayoqqa? Mana shunaqa ko'zingni shamg'alat qilib, bir zumda g'oyib bo'ladi qoladi. Hozir yigitchani qayoqqa ketayotganlarini bilasizmi? Qallig'ini oldiga turdi. Ha, topdingiz. Kim ekan o'sha baxtli qiz? Namozli qiziga oshiq bo'lib qolganlar. Yo.
O'lsam ham xudo qilmasman u takabburni. U kim u? Men kim? Men rostgo'y, sof vijdonli odamni yoqtiraman. O'g'limni ham o'zimga o'xshagan vijdonli bo'lishini istayman. Sizni bolalaringiz bunaqa quloqsiz bo'lmasa kerak. O'zingizga o'xshagandir. O'g'lingiz hali yosh, bir kun quyilib qoladi. Rostana. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga, komandir. Mavsum. Kechirasan. Kutib qoldingiz? Qorong'u tushdi-yu, kelmas mening shamshabistoni. Zo'rg'a chiqib keldim. Uyimizga mehmon kelmoqchi ekan. Sovchilarmi yana? Dadamning qadrdon o'rtoqlari. Yana ana o'sha shaharli oliqda student bo'lmasin tag'in. Yana o'sha gapmi? Tasam. Demak, do'stim, menikida turishni xohlamaysiz. Mayli, o'sha qo'rs adjutantingiznikida yolg'onni ichib, nolishini eshitib yotavering. Iltimos qilaman. Qulxonni chalpama. Menga qarang, raysovet sizdek xizmat ko'rsatgan odamga yaxshi uy berishi mumkin. Agar zeriksangiz sizga yordam beraman. Lektor qilib qo'yaman. Aholiga grajdan urush to'g'risida leksiyalar o'qib yurasiz. Xo'pmi? Sog' bo'ling. Rahmat. Mana rafiq. Xushvaqt bo'ling. Yeb o'tiring. Ovora Yo'q, o'qishda. yo'q. Marhamat. O'tiring. Qani ovqatga? Manzura keldi. Mana marhamat. Sog' qolmasin tag'in. Kechirasiz, men hozir kelaman. Marhamat. Bunaqa o'rtog'iz yo'qdi-ku, kim u? Xo'sh, yana bordingmi? U bola axir seni tenging emas. Kimni aytyapsiz, dada? Ha, borku haligi nima edi? To'pponcha shikillik Qulxonning o'g'li. Uni ismi Mauzer. O'zingiz yaxshi bilasiz. U mening do'stim. Sekin. U siz o'ylaganda yomon bola emas. Qani? O'tiraylik. Ana u chol kim? Ana umi? Qorovulimiz. Daraxtlarning bachkisini qirqyapti. Bo'sh vaqtlarida kelib qarashib turadi. Arslonov bilan tez-tez ko'rib turasizlarmi? Ikkovlaring kelisha olmay qolibsizlar deb eshitdim. Nima gap, o'rtalaringdan nima o'tdi? Kolxozini kengayishiga qarshi emissan? Shikoyat qildi-da. Har birimiz o'zimizcha haqimiz. Uni fikriga hech qo'shila olmayman. Shu munozaralardan ko'ra bir yoqadan boshqarib ish ko'rsalaring yaxshi bo'lardi. Menga qarang, o'rtada qozida nima qilasiz? Sizdaqa haqiqat go'yni qarang, o'zingiz bilasiz, hayot juda murakkab narsa. Balandparvoz gaplardan tashqari mavjud vaziyatni to'g'ri tushunishni, yashashni, odamlarni, rahbarlardan nima istashlarini ham bilish kerak. Yaxshi. Bu falsafangni qo'ya turaylik. Undan ko'ra menga vijdonan ochig'ini aytchi. Jon berib jon olgan qizil toshimizda nimalar bo'lyapti o'zi? Hech narsaga tushuna olmay qoldim. Qiziq. Men qara Namozov, nazarimda Arslonov haqqa o'xshaydi.
yaxshisi biz bir-birimizga achchiq qilib yurgandan ko'ra yig'ilishib bamayla xotir bir maslahatlashaylik. Rayonni kengaytirish kerak bo'lsa shuni qilaylik. Kolxoz yerini kengaytirish ma'qul bo'lsa uni qilaylik. Sog' aka, siz boshingizni qotirib nima qilasiz? Damingizni olib, tinchgina maza qilib yotmaysizmi? Axir pensiyaga chiqqan odamsiz-ku. Rayonimizning kelajagi haqida rasmiy kishilar bosh qotiradi. Begona siz demoqchimisan meni? Yo'q, nega endi? Xayr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim uyini qidiryapsiz? Yo'q, o'zim shunday. Bu paytgacha yo eshagim o'ladi, yo podshoh o'ladi, yo men o'laman debdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mavzir, Ha, uyqung kelmadimi? yo'q. Keyin kunlarda ranging ketib qoldi. Ishtahang ham yo'q. Nima kitob o'qiyapsan? Roman. Mavzir. Bitta ariza yozib bersang-chi, ishga kirardim. Nima hojati bor? Shu olayotgan pensiyangiz ham yetadi-yu. Yana men ishlayapman. Qiziqsan o'g'lim, gap pulda emas, bekorchilik jonga tegdi. Ha, mayli. Hujjatlaringiz qayerda? O'zim olaman. Hamma hujjatlarim shu yerda. Mening butun inqilobiy ongli hayotim. Xo'p, mayli, qani yoz. Keksa odamsiz, dada. Urinib qolarmikinsiz? Mahmadani qilma. Nega urinar ekanman? Men hali uncha yigit yaranga bo'sh kelmayman. Yoz. Men Qulixon Yegamo'g'li ushbu arizani shul haqda beramanki, ulug' oktabr peshanamni silab oyoqqa turg'izdi. Ariza bunaqa yozilmaydi, dada. Gap qaytarmay aytganimni yozaver. Yoz. Ulug' oktabr peshanamni silab meni oyoqqa turg'izdi. Esimni taniganimdan beri, keling o'rta komandir. Qayalarda yuribsiz? Qani o'ting. Qizil toshni aylanib chiqdim.
Narigi sohilda bizni polk pistirmada turardi. Birinchi eskadron o'ng tomonda, ikkinchisi bo'lsa chap tomonda shaylanib turardi. Ana shunda komandirimiz ajoyib bir reja tuzib chiqdi. Reja bo'yicha dushmanni jardan daryo bo'yiga o'tkazib yuborib, keyin uni tormor qilishdi. Xuddi shunday voqea 43-yilda Narva ostonasida bo'lgan edi. O'shanda general Petrovskiy. Qanaqa Petrovskiy? Iya, hali o'sha mashhur Petrovskiyni bilmaysizmi? Axir u o'shanda Bizni komandir boshqacha yo'l tutgan bo'ladi. Seni komandiring nima karomat ko'rsatdi? Baqinglar, gapni belgi tetinglar. Gapiring. Qulxon keyin nima bo'ldi? Bilmayman. Hech narsa bilmayman. Petrovskiyni ham bilmayman. Lekin bizni komandirimizdaqa zo'ri bo'lgan emas. Kechasi bilan bosmachilarni poyladik. Tongga yaqin ot tuyog'ini dukullagani qulog'imga chalinib qoldi. Komandir kelishyapti dedim. U nima qilamiz dedi. U doimo men bilan maslahatlashar. Qilamiz dedim. U namozga hech maslahat solmasdi. Birdan meni otim kishinab qoldi. Komandir shu soatda jangchilarga otlarga mininglar! Atakaga deb buyruq berdi. Dushmanga bo'lib, ura! Qulxon, tunda bu yerda nima qilib yuribsiz? Shunday Uyalmaysizmi? Haligi atrofingizda o'tirgan odamlar kim edi? Ha, Qulxon? hammasi urushda bo'lgan odamlar. Ular hozir pensioner. Ba'zan kechqurunlari ana shunday to'planishib o'tmishni xotirlaymiz. Qulxon, o'tganlarni xotirlash yomon emas, ammo hayotdan ham orqada qolmaslik kerak. Biz hali ko'p ishlar qilishimiz mumkin. Biz tayyormiz. Buyuring, o'rtoq komandir. muncha xirillaysiz? Qaysi olapar bilan suyatalashyapsiz, Sulton bobo? Kal ko'zim ilingan ekan, ko'rinman. Shunda birdan sellaycha pochamdan olding. Bir tepuvdim, angillaganingcha qochib qolding. Bir-birlaringni beobro' qilgani uyalmaysizlarmi? Katta odamsizlar, uyati. Qo'yinglar, ishdan gaplashaylik. Islom ota, gapni nimadan boshlaymiz? Ha, Qulog'imiz sizda. Qomarqa haqidagi gaplaringni hozircha qo'ya turaylik. Yaxshi bir fikr kelib qoldi miyamga, azizlar. Xo'sh, Qiziltosh atrofidagi yerlarni komandir sizlarga olib bersin. Siz pensionerlar bitta arti tuzinglar-da, o'sha yerda katta bog' barpo etinglar. Aristonov bo'lsa uyedagi maslahatimiz nima bo'ldi, qani xo'ja? Gapni bo'lmang, eshiting. Togagacha sizlarga Juda yaxshi maslahat. Komandirga xuddi shunday deymiz. Ey, Qulxon! Qulxon! Ha, Qayerda qolib ketdingiz? mana hozir. Mehmon xorildimi sizga? Qulxon, qayerda yuribsiz? Shulang. Qopdagi nima? Oshlamlay desam unamayapsizlar. Mana olinglar. Muzdakkina. Sa'dadingiz tomoqlar qaqab ketdi-ku. Pichoqqa ehtiyot bo'ling, qo'lni kesmasin. Tilni yoradi-ya. Ha, yo'lisiz sizga. To'xta, yana bir kar yeb ket. Qulxonaga komandiringiz bugun keladimi o'zi? Jahayallab ketdi-yu. Ha, kelib qolar. Haligi Islom otamning gaplari to'g'ri.
Axir biz qachongacha bu bir parcha tomorqamizda urishib yuramiz? Haq gapni gapirding. Ammo lekin Qulixondan biroz xavotirim bor-da. Tag'in ishni beliga tepib, qovun tushirib qo'ymasin deb qo'rqaman. Mana maynavatchilikmi? Gapni qisqa shuki kimda kim Islom otani fikriga qo'shilsa, qo'l ko'tarsin. Yo'q, sababini bilmay ko'tarmayman. Ko'tarmasangiz ko'tarmay qoling. Shunga ham ota go'ri qozixonami? Bitta dakan xo'roz kamda. Shoshmanglar. Menga-ku qo'l ko'tarmasang ko'tarma deb ta'na qildilar. Nega o'zlari ko'tarmaydilar? Nega qo'l ko'tarmading? Men-ku qo'l ko'tarishni ko'taraman. Maslahatni boshida o'zim bo'lganman. Mana ko'tardim ham. Lekin siz ikki dunyoda ko'tarmaysiz, o'jarsiz. Ha, o'zingda o'jarsiz. To'xtanglar. Ana u qoravoy ham qo'lini ko'tarmadi-ku, ha? O'tkazdi bosing. Qo'yingchi. Qo'y baraka topinglar, qo'yinglaringchi. Qo'ying, sulton bobo. Qo'ying deyapman. Siz shu yerdamidingiz? Nima qildi? Boshingizni bog'lab olibsiz. Tobingiz qochdimi? Hovlidagilar kim? Shu yerlik 5-6 pensionerlar siz bilan maslahatlashgani kelishdi. Men ularga sizni yo'qda o'tiribman. Nima to'g'risi? Haligi qizil tosh masalasida-da. Bravo. Ya, Qulixon aka, assalomu alaykum. Va alaykum, xush kelibsiz. Ishlar qalay? Ishlar qanaqa ishlar? Yomon emas. Mehmonlar bormi deyman? Shu yerlik qariyalar. Assalomu alaykum oqsoqollar. Assalom alaykum. Keling. Salomat bormisizlar? O'tiraveringlar. Men u yoqqa o'tiraman. Bu kishi kim bo'ldilar? Rais Arslonov. Amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Sizni yo'qlasa bo'lar ekan. Suv masalasini ham bir yo'la gaplashib oladigan bo'ldilar. To'g'ri aytasiz. Sherib qani? Bilmadim, boya bir joyga boraman deb chiqib ketuvdilar. Nega siz mashhurdiga qatov bo'lib yuribsiz, Qulixon aka? Nima qilman? Nega endi Qizil Toshga qarashli yerlarni kolxozga qo'shmang deb Sheribni charxlab yotibsiz? Nima qildi? Nahotki tushunmasangiz axir, Namozovning bergan butun va'dalari quruq gap. Gap bu yerdami? Hayronman. Nima uchun men bu ishlardan o'zimni chetga olishim kerak ekan? Qizil Toshga meni ham mehnatim singan, aralashmay ilojim yo'q. Hammadan ko'p sizni mehnatingiz singan, to'g'ri aytasiz. Hech kim buni inkor qilmaydi. Kolxoz kengayib don chiqarsa Qizil Toshni faxr emasmi? Qizil Tosh hisobiga kolxozingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz yanglishasiz. Bu yerlarni biz bog' qilmoqchimiz. Dardingga kimdan davo so'rayapsan, tentak? Mulla Soatning gapining ma'nosi shuki, o'rtoq rais, bu bog'ni biz pensionerlar o'z kuchimiz bilan barpo qilish niyatidamiz. Sizlarmi? Qaysi kuchingiz bilan barpo qilasiz? O'zingizni er bilsangiz boshqalarni sher biling, juda ham kamsitmang. Axir tokagacha Islom otani ertagi bilan o'ynab yuramiz. Siz shu qo'riq yerlarga suv chiqarib bersangiz, behad xursand bo'lardik. Niyatingiz yomon emas, otaxonlar. Lekin bu yer ochishni o'zi bo'lmaydi-da. Buning uchun texnika mutaxassislar kerak. O'zingiz bilasiz, holva degan bilan og'iz chuchimaydi. 4 ta cho'loq ketmon bilan ish bitmaydi-ku. Agar zerikib qolgan bo'lsanglar, bizni kolxozga ko'chib o'tinglar. Mayli, kolxozni bog'ini sizlarga topshiray. Uy beray, tomorqa beray. Nima qilasizlar, og'rimagan boshlaringni og'ritib Qizil Toshda. Haliga aytganimdek kolxozga chiqinglar, hammalaringga loyiq ish topiladi. Sizga bu taklifingiz sira to'g'ri kelmaydi. O'zimiz o'z kuchimiz bilan yangi bog' yaratmoqchimiz. Yo, rais. Bu yerlarni sizga bermaymiz. Uni biz kolxoz yeriga qo'shib olamiz. Qo'ying, sizdan 3 ta ko'ylakni ortiq yetgan bo'lsak kerak.
Shu ko'rmasdan biz ham etik yechmaymiz. Axir deputat qilib saylagan edi sizni, shu vaqtda yordamingiz tegmasa qachon tegadi? Lekin sug'urimizni tashlab hech qayerga bormaymiz. Unda yer ham yo'q, sizlarga yordam ham yo'q. Endi qayoqqa borsanglar boraveringlar. O'zingni bos, rais. Jahl bilan ish bitirib bo'lmaydi. Iso aka, siz hali shu yerdamidingiz? Sizni oldingizga kelgan edim. Maslahatli gap bor edi. O'rtakaman. Hamma gaplarni eshitgan bir iltimosim bor. O'zingiz bir otani qilmasangiz bo'lmaydi axir. Tobingiz qochib turibdi. Bular hammasi o'z dardlaridan kelgan odamlar. Ularning dardi nima ekan? Keyin o'zim bapurcha hammasini tushuntirib beraman. Bo'ldi, bas qilinglar. Shundaymi? Natija chiqdimi? Yaxshi yigit, bu yerda chekish mumkin emas deb necha marta aytish kerak. Birga kiramiz. Ha, Sherif. Ishingiz bormi? Ha. Men bilan yuring, mashinada gaplashib ketamiz. Yo'q, o'tirib jiddiy gaplashishimiz kerak. Bo'lmasa ertaga keling, bugun vaqtim yo'q, shoshilibman. Ketib qolyaptimi? Bizni qabul qilamanmi? Karimov, o'zingiz ketavering, men keyinroq boraman. Haligi pensionerni qabul qilmasam namozi kalon dimo bo'lib ketibdi deb sasi yuradi. Ha, to'g'ri aytasiz. Soatga kiring. Kirdingizchi. To'xtang. Sizlar qayoqqa? Marhamat, o'tiring. Bular ham siz bilanmi? Esingizda yo'qmi? Men texnik hamroyimman. O'tgan hafta oldingizga kirdimmi? Hammalaringiz bir masalada kelganmisiz? Ha, Qiziltosh masalasida kelganmiz. Bu kuni ham uyingga borganimda gapirgan edim. Arslonov bilan uchovimiz birga gaplashib olishimiz kerak. Bahozir do'ppini yerga qo'yib, batafsil. Nima haqida? Odamlar haqida, Qiziltosh, kolxoz haqida, yer haqida, yana kvartira ololmay sarson bo'lib yurgan mutaxassislar haqida. Bu masalalarni hech qachon orqaga surib bo'lmaydi axir. O'zingizni bosing. Begonalar oldida yaxshi emas. Birpas chiqib turinglar. Bular xalaqit bermaydi. Bo'shatgan yerlaringdan o'zing ham foydalanmayapsan, boshqaga ham bermayapsan. Agar shunday davom etaversa, Shikoyat qilmoqchimisiz? Bugungi xizmatlaringizni peshqiri idora yurmoqchimisiz? Ha, yaxshi, bilganingizni qiling. Lekin esingizda tuting. Siz aytgan zamonlar allaqachon o'tib ketgan. Grajdalar urush davridagi partizanlik ketmaydi hozir o'rtoq Sherif. To'xtang o'rtoq Hamrayev. Qani, yo'llanmani bu yoqqa bering. Uy bera olmaymiz. Ketsangiz ketavering. Namozovni o'jarligi tufayli mana shuncha yer o'zlashtirilmay yotibdi. Agar bu yerlarni menga berganida suv chiqarib paxta ekkan bo'lardim. Ham yer obod bo'lardi, ham xalq manfaat ko'rardi. bu yerlarga suv chiqarib bo'larmikin? Yer ostida suv ko'p. Artizan quduq qaziymiz. Demak, ekish uchun barcha shart-sharoitlar bor. Gap Namozovni ko'ndirishda qolgan. Bu yog'ini siz hal qilib berasiz. Namozovni ko'ndirib bo'lmaydi. Unday bo'lsa obkomga boraylik. Tezda bizni Qiziltoshga komissiya yuborishsin. Kelishib ko'rishsin, maslahat berishsin. Mayli, qanday qarorga kelishsa, biz rozi bo'laveramiz. Komissiya-ku kelar. Ammo u Namozovmi? Ha, bilaman Rustamjon. Namozov menga muavin bo'lib yurgan vaqtda mana shunaqa mammallik odatlari bor edi. O'sha nuqsonni tuzalish o'rniga maddalab ketibdi. Maddani davosi nashtar. Yetolmaydi. Baribir yetolmaydi. Yetolmaydi. Rosa kun qizidimi? Hozirgina suvdan chiqdim-u yana cho'milgim kelyapti. Yoz fasli, yor vasli. Boburdan. Shaharga ketmaymizmi? Yoz ham o'tib ketyapti. O'qishga kirmoqchi edik. Qachongacha boraymi, bormaymi deb ikkilanib yurasan.
akang o'sha yerda yordam qilar. Akam-ku yordam qiladi-ya. Lekin men shaharga ketishim haqida gapni o'shin chiqarib ko'rgan edim u kuni dadamlarga. Kapalaklar uchib ketdi. Akang-ku shaharlik bo'lib ketdi. Endi sen ham ketmoqchimisan deb meni jerkib berdilar. Haqiqatdan ham bunday o'ylab qarasam, dadamlarning aytganlari to'g'ri. Ancha yoshga borib qoldilar. Ularning isto-savolardan xabar oladigan mendan boshqa hech kim yo'q. Buni o'zing ham bilasan. Bormayman degin. Ha, o'z uying o'lan tushagin degan gap bor. Axir chukotkalilar, eskimoslar o'zlarining shafqatsiz, sovuq o'lkalarini, irlandiyaliklar taqir unumsiz yerlarini o'z huzurlarini ko'zlab tashlab ketmaydilar-ku. Chunki har kimning o'z tug'ilib o'sgan yeri o'ziga aziz, qimmatli. Shuning uchun ham uni baridan chiqib keta olmaydi. Mana komandirni olaylik. 30 yil bo'lsa ham vatanni qumsab qaytib keldi. O'qishni bitirib biz ham qaytib kelamiz. Yiqmoqchimisan? Yiqolmaysan. Qara qanday yaxshi. Undan men yaxshi. Maqtanjon. Isoq aka. Komissiya bugun zavodni ko'rar ekan. Tezroq borar ekansiz. Arslonov keldi, sizni so'rayapti. Hozir shuni yozib olay, boraman. Xo'p. Qulixon? Nega xomishsiz? Biron narsadan xafamisiz? Yo'q, men hech narsadan xafa emasman. Nimagadir o'zingiz xafa ko'rinasiz, komandir. Komissiyada bir haftadan beri urinasiz. Bunda sog'lig'ingizni ham o'ylangda. Munchalik kuyib pishmasangiz, agar kasal bo'lib yotib qolsangiz nima bo'ladi? Qo'ying, tashvish qilavermang. Axir bir gap bo'lar. Baribir tuzgan rejalarimiz amalga oshmas ekan-u. Nega unday deysiz? Nimaga desangiz, Qiziltoshda bo'sh yotgan yerlarni Arslonovga berishga rozi bo'libsiz-ku. Bundan chiqdiki, komandir Arslonov bu yerda ham gapini o'tkazibdi-da. Men laqma Qiziltoshni kengaytiraman deb bekor jon kuydirib yurgan ekanman-da. Men qarang, qiziq odamsizda Qulixon. Axir tushuning. Agar shu bekor yotgan yerlar kolxozga qo'shilsa, Qiziltosh atrofi bog' bo'lib, yanada obod bo'ladi-ku. Gapimga ishonavering, oqibati yomon bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi. Siz nima buyursangiz, o'rta komandir, men shuni qilaman. Buyurmoqchi emasman, tushuntirmoqchiman. Ko'zingga qarasa nima? Tanishinglar? Assalomu alaykum. Marhamat qilin. Salom. Hamma keldimi? Ha, hamma shu yerda. Marhamat. Salom. Salomat bormisizlar? O'rtoqlar, menimcha o'rtoq Sherifni muhokamada bo'lish hozircha shart emas. Buni ustiga sog'lig'ini hammadasi yo'q. Urintirmay qo'ya qolaylik. Qani, yuringlar o'rtoqlar. Nimaga endi? O'rta komandir, uni gapiga quloq solmang. Birga bo'lishingiz kerak komissiya bilan. Hozir kiraman. Arslonov qarikin. Mumkin emas, propiskasi qo'yma deyilgan. Nazarbek, propiskanga balo borma, axir komandir-ku. Axir propiska yozdirib kelish kerak edi. Komissiya qarorini butun Qiziltosh kutyapti.
Bu yog'i nima bo'larkin-a? Endi hammasi yaxshi bo'ladi o'g'lim. Ha. Axir bu harakatlar bekorga qilingani yo'q. Nimani o'ylayapsan, Mavzir? Dadamlar juda g'alatlarda. Topgan otlarini qarang. Mavjir deb qo'yibdilar otimni. Nega bunday desam, inqilob quroli dedilar. Mavzir-ku bahannaviya, bordi-yu osov yoqim yoki goil rodim ot qo'ysa nima qilarding, a? Avvaliga Isoq aka, siz to'g'ringizda butunlay boshqacha fikrda edim. Dadamlarni sizni ko'klarga ko'tarib, maqtab yurganlarga juda ham g'ashim kelardi. Dadam haq ekanlar. Endi bo'lsa havasim kelyapti. Havasim kelyapti degin. Chunki siz sof ko'ngil, haqgo'y odam ekansiz. Siz juda ajoyib hayot kechirgansiz. Bosmachilar bilan kurashgansiz. Dadam bilan Qiziltoshlik ajoyib rayonni barpo etgansiz. Umuman siz tufayli Isoq aka ancha narsaga tushundim. Endi men Qiziltoshdan ketmayman. Shu yerda yashab, shu yerda ishlashga ahd qildim. To'g'ri. Juda to'g'ri qarorga kelibsan. Men bu fikringga to'liq qo'shilaman. Ha, kelyapsizmi? Charchab qolmadingizmi? Mana komissiya yer masalasini hal qilib berdi. Endi boqqa o'zingiz brigadir bo'lasiz, Sulixon. Ha, buyog'i bir gap bo'lar. Hormaylar. Hormaylar azamatlar, normat o'ldimi? Ha, kechgacha bajarib yuboramiz. Yana mehmonlarim kelib qolishdi. Yana komandir keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat bo'lmisiz? Yaxshimisiz? Salomatlar, qani? Rahmat. Qani bu yoqqa, bu yoqqa. Qani marhamat, bu yoqqa. O'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Otaxon, salomat bo'lmisiz? Qani amin. Amin. Allohu akbar. Iloyo umringizdan baraka toping. Shuncha yildan beri ososga tushayotgan ishni hal qilib beribsiz. Siz juda xursand bo'ldik. Maqsud! Maqsud oy! Maqsud deyman. Oy! Baka o'g'lim, baka. Yaxshi bo'ldi, mehmonlarim kelib qoldi. Yaxshi bo'ldi. O bakamandiri, yerni kolxozga qo'shib zab savob ish qildingiz. Biz ham she'rlarni olishga ko'p harakat qilgan edik, lekin uddala olmadik. Assalomu alaykum. Va alaykum Mana assalom. bizni kenjamiz. Ha, shunaqami? Bu yil bahor yaxshi keldi. Ha, yomg'irgarchilik ham jam me'yorida bo'ldi. Voy, bizni tomdan shunday chakka o'tdiki, hech qayerda idish qolmadi, chakkaga qo'ymagan. Uyda ikkalamiz o'rdak bo'lib yurdik ekan. Gapirtirgan qo'ymaydi. Ana endi bir tanu bir jon bo'lib biz kolxozchilar Qizil Toshli pensionerlar bilan bog'-ro barpo etamiz. Rost aytadilar. Tog'zorlar qilamiz. Qovun taruzlar ekamiz. Xullas kalom, orzu havaslarimiz ko'p. Otangizga rahmat. Bobo Safar to'g'ri aytyaptilar. Bir yoqadan bosh chiqarib ishlaganga nima yetsin? Ey g'ayrat, chuqurroq hayda, bunaqa chiypab ketma. Axir bu yer bo'z yer. Qo'lixon aka, G'ayrat kolxozning eng ilg'or traktorchisi. O'z ishini juda ham yaxshi biladi. Ishni bilmasa chuqurroq haydasin. Bu yer zarang yer. Ko'cha tegadigan bo'lganimizdan keyin chuqurroq haydash kerak-da. Hali zamon shahardan komandir qaytib kelsa, men unga nima deb hisob beraman? Qo'lixon, bu kenja o'g'lingmi? Ha. Katta yigit o'pibdi-ku. Qachon boshini ikkita qilib qo'yasan? Ha?
Ha, o'zim ham hayronman. O'zlaring bosh qo'shmasang meni gapimni qulog'iga olmayapti. Axir qachongacha ko'cha changida yuradi? Xo'sh, mulla Bavzir, endi to'yni qachon qilamiz? Xo'sh, To'y qochmaydi. ha, O'qish yaxshi. tugasa. O'qish kerak albatta. Sirtdan o'qiyapsanmi? Ha, Qaysi institutda? Politexnika instituti. Ha, juda soz. Barakalla. Komandir haq. Biz qariyalar hali ko'p ishlar qilishimiz mumkin.